Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Bugün nefs haqqında toxtalımız. Nefs degan söz kişilerdeki yiyiş içişke, mal dunyoga, yüz obro'yga ve rahat farag'atga bo'lgan havas, qiziqish degan ma'nolarni ifodalaydi. Alloh taolo hech qanday narsani bekorga yaratmagan. Bo'lib bu nefsdan iborat hammalar odam qiziqadigan ve hammalar odamni emgakka soladigan narsani bu hargiz maqsadsiz yaratgan emas. Çünkü şu nefs istekleri bulmasa insanlar işlemaydi, jafo çekmeydi, neticede dünya terakki kılmaydı ve güllenmeydi. Nefs degan söz Kur'an-ı Kerim'de insanın içki kısmındaki şeyler için kullanılgan. O insanın yürüyüş duruşlarında tesiri görünüp durduğun köplegen insani sübetler, hususiyetlerini öz içine aldığın nerse. Nefsinin haqiqiy mahiyeti insanlara iniq ma'lum bo'lmasa mı, onun köplegen sübetleri, hususiyetleri insanın yürüyüş duruşlarında özünü mana deb ko'rsatib turdi. Endi nefsinin taleplerinin hemmesi söküldüğün derecede emas. Belki nefsinin yolluk talepleri sökülmeydi ve onu ada qilish kerak bo'ldi. Nefsinin yolluk talepleri deganimiz özünü yoki boshqalarni ziyon zahmatga uchratmagan asosda qoida yo'sin bo'yicha o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojini qondirish deganlik. Masalan, halol yeyish, to'g'ri ish qilish, durust bo'lish bilan bo'ladi. Nefsinin yo'lsiz tarafları deganimiz özünü yoki boshqalarni ziyon zahmatlarga uchratish badiliga o'zining moddiy va ma'naviy havaslarini qoida yo'singa, shariatga yot shaklda qondirishdan iborat. Masalan, tamaki chekish, haraq ichish ba'zi kishilarninki nafsi havasi, ya'ni uningga havas qiladi. Uni qilsa, u odam o'ziga ziyon yetkazgan bo'ldi. Nefsinin isteklerini o'rindaydi. Ama o'ziga ziyon yetkazgan bo'ldi. Boshqalarning mal dunyosini tortib olish, o'g'irlik qilish, saxtapazlik qilish bo'lsa, o'zining nafsi istiki bilan shuni qiladi, o'zining nafsi istikini shuni bilan aram topqizdi, ammo boshqalarga ziyon yetkazdi. Bunun ikkilisi shariatimizda haram, yani. Boshqalarga ziyon yetkazmagan, o'ziga ziyon yetkazmagan shaklda nafsining talablarini qondirish bizning dinimizning ko'rsatmasi. Nefsini paklashning zarurligi. Allah Taala nefsini pak qilgan adam cho'qim murodiga yetadi. Uni gunoh ma'siyatga ko'mgan adam cho'qim ziyon tortadi degan. Ya'ni qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Shams surasida. Nefsini paklagan adamning murodiga yetadiganligini ta'kidlash va nefsini paklashning naqadar zarur va intayin muhim ekanligini bildirish uchun Alloh taolo katta mavjudotlardan 11 mavjudot bilan qasam qilgan. Ma'lumki Alloh taolo qasam bilan ta'kidlagan ishlar alohida muhim ishlar. Ya'ni odatdagi ishlarni qasam bilan ta'kidlamaydi. Muhim ishlarni qasam bilan ta'kidlagan. Nefsini paklash deganning ma'nosi inson aqlini ve fikrini İslam aqidasiga zid keladigan barliq e'tiqod va fikr aqimlaridan ozod qilib, o'zini pak tutishi, hasad, kibr, ochko'zlik qatorliq gunoh ma'siyatlardan yiroq turib, o'zini sop tutishi, harom yeyishdan va harom ishlarni qilishdan saqlanishi deganlik. Ba'zi ulamolar nafsini paklashni nafsdagi havoyi havaslarni qo'mirib tashlab, o'zida go'zal xislatlarni yetishtirish orqali o'zini takomillashtirish deb ta'riflagan. İslam dini bütün ta'limotlarda eng avval nefsini paklashga ahamiyat bergan. Çünkü insanın nefsi paklanganda onun bütün amalları ve yürüyüş duruşları durustluqqa ve haqqanilikqa qarab yol algan bo'ldi. Çünkü ichki tarafimiz durust bo'lganda, pak bo'lganda, parlaq bo'lganda bu tashqi tarafimizga ta'sir ko'rsatadi. Ammo ichki qismimizni parlatmay, uni paklamay, uni yaxshilamay, o'ngshimay turib tashqi qiyofetimizni parpar qilib ko'rsatganimiz xuddi ashu modeli o'tib ketgan koni bir mashina, bir mashinani chiroyli sirlab paqirtib qo'yganga o'xshash bo'ldi. O mashina mangmaydi biroq. Shunga o'xshash degan. Nefs yomonlikning manbasi emas. Bazı kişiler nefsini barliq yomonliklarning boshlamchisi ve insanlarni yo'ldan chiqaradigan narsa deb qaraydi. Amaliyotda buning aksicha bo'lib, nefs cennetga kirishning yo'li. Nefsinin taleplerini öz yolda işletmezlik yamanlıkның beşi.
Nefs bazı kişilerini Allah Teala'ga yakınlaştırıp onu cennetke elip barsa, yana bazı kişilerini şeytan bilen dost qilib, onu duzakka elip bardı. Nefsinin insandaki rolü maşininin motoruga o'xshash bo'lib, motor yo'lni obdan biladigan, qatnash qoidalariga rioya qiladigan salohiyatli bir şoförni nishoniga salomat elib berishga turtki bo'lgandek va yo'lni bilmaydigan, qatnash qoidalariga rioya qilmaydigan salohiyatsiz bir şoförni hanga tashlayotgandek, nefsmo Allah Teala'nın ko'rsatmalarini biladigan, shariatning cheklamalariga rioya qiladigan taqvodor mu'min odamni jannatga elib bordi va Allah Teala'nın ko'rsatmalarini tunimaydigan, shariatga amal qilmaydigan fasik odamni do'zaxga elib bordi. Shunga biz nefsga tuhmat qilmasligimiz va hammani o'zimizdan ko'rishimiz lozim. Chunki nefs motor, biz şoför. Biz rolni qaysi tarafga bursak, nefs bizni shu tarafga ittirib mangadi. Nefs bo'lmasa, jannat va do'zax mı bo'lmaydi. Allah Taolaga yaqinlashish va oxirida jannatni qozonish uchun nefsdan boshqa yo'l bormi? Mal, dunyomi nefsdir. Chunki u suyumlikdir. Dunyoda mal dunyoni yaxshi ko'rmaydigan, uniga qiziqmaydigan odam yo'q. Siz mal dunyoni Allah Teala ko'rsatgan halal yo'lga ishlasangiz, siz albatta Allah Teala'nın dargohida martaba qozonasiz. Ya'ni siz qo'lingizdagi pulni o'zingizga va oilangizga keng tasha haydasangizmi, ixtiyoringiz. Agar siz shu puldan yo'qsullarga, yetimlarga yordam qilsangiz, siz Allah'ın dargohida martaba qozonasiz. Agar pul sizga shunchalik bak suyumlik bo'lmagan bo'lsa, siz uni sarf qilish orqali martaba qozona olmaydingiz. Allah Teala Qur'on-i Karimda sizlar o'zinglar yaxshi ko'rgan narsanglarni sarf qilmoqcha hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisha olmaysizlar deb ko'rsatgan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Teala erlarda ayollarda erlarni yaxshi ko'rishdan iborat nafsni yaratgan. Erler ayol cinsini yaxshi ko'rganligi va ularga qarashdan huzur oldiganligi uchun ko'chalardagi, internet torlaridagi va ba'zi ijtimoiy uchur vositalardagi yerim yalang'och ayollarning ko'zini yumib o'tib ketgan kishilar Allah Taola'nın dargohida martaba qozondi. Shunga ko'r odam ayollarni ko'rmaganligi uchun martaba qozonmaydi. Bir gunohga ko'nib qolgandan keyin uni tashlagan odamning savab jihatdagi martabasi u gunohni qilib boqmagan odamninkidan albatta yuqori bo'ldi. Chunki oldinqisi shu gunohni tashlash yo'lida qiynaladi, jafo tortadi, ammo keyingisi bundoq bo'lmaydi. Alloh taolo hech kimning ajrini bekor qilyotmaydi. Ibodat qilish yo'lida, gunohdan saqlanish yo'lida jafo tortganlarning martabasini albatta yuksak bo'ladi. Masalan, tamaki chekishga ko'nib qolgan odam Allah roziligi uchun o'sha tamakini tashlash yo'lida qanchalik jafo tortgan bo'lsa, Alloh taolo shunchalik ko'p ajr, savob berdi. Ammo hech tamaki chekib boqmagan, uning dardini tatmagan odamdan ma kishining martabasi, savobi yuqori bo'ldi. Nimishga shu tashlash yo'lida nurg'un jafo tortish orqali Alloh taolaning dargohida martaba va savob qozondi. Müslüman adam bir günde 5 vaqt namoz o'qish orqali Allah Taola'nın dargohiga yuksiladi. Agar u hayotlik musofasida Allah Taolo sizib bergan siziq ichida mangsa, u bir kunda minglarcha qatim namoz o'qigandek Allah Taola'nın dargohiga yuksiladi. Chunki u uchirgan har bir haromdan o'zini qochirish orqali martaba qozonib mingaverdi. İnsanning jismi tuproqdan yaratilgan bo'lib, uning ruhi Allah Taolodan kelgan. Ma'lumki tuproqning o'rni zamin, ruhning o'rni osmon. Shunga inson o'zini tuvanga tortib turadigan turtkilar bilan o'zini yuqoriga tortib turadigan turtkilar o'ttirisida yashaydi. İnson nafsining talablari uning zamindan yaratilganligining asr bo'lsa, ya'ni insonningki nafsida bo'lgan talablar uning zamindan yaratilganligininki asr bo'lsa, uningdagi ma'naviy quvvat Alloh taoladan kelgan ruhning asri. Chunki inson farishtalarda bo'lgan ruhoniylik bilan hayvonlarda bo'ladigan shahvoniylikdan tarkib topgan maxluq. Ya'ni insonda ruhoniylik bor va nafs bor. Ammo farishtalarda ruhoniylik bor, nafs yo'q. Hayvonlarda nafs bor, aql yo'q, ruhoniylik yo'q.
Şuna onu da periştilerge xas itaatçılık bolğanda, yani insanda periştilerge xas itaatçılık bolğanda, hayvanlarga xas açgözlük var insanda. İnsan boşunda bu murakkab bir mevcudat. İslam nefsinin isteklerini bütünley çeklemeydi. Allah Taala nefsinin taleplerini mutlak erkin koyup bergen emas. Belki onu şeriatning chek chegarasi ichida qilgan. Allah Taala inson nefsida yaratgan pul molni yaxshi ko'rish, ayol jinsini yaxshi ko'rish, nom nishon qoldirishni yaxshi ko'rish, yeb ichishdan huzurlanish qatorliq istaklarning har birida yo'lliq foydalanish uchun uning muayyan qonun prinsip belgilgan. Masalan, pul molga ega bo'lish uchun savdo setiq va tijorat qilishni halol qilib, jazoni xo'rlikni, parxo'rlikni, o'g'rilikni harom qildi. Ayol jinsidan foydalanish uchun nikohni yo'lga qo'yib, zinoni harom qildi. Nom nishon qoldirish uchun ajr singdirib, emgak qilishni yo'lga qo'yib, riyokorlikni, aldamchilikni harom qildi. Yeyish ichishdan huzurlanish uchun pok halol narsalarni isrof qilmay yeyishni halol qilib, harom narsalarni yeyishni va isrofxo'rlikni, boshqalarning narsasini yeb olishni harom qildi. Nafs bilan Allohga ikki qatim o'rligil burildi. Allama Muhammad Ratib Nablisi mundaq deydi. Müslüman adam özüdeki şu nefsinin sayesinde Allah Taala'nın dergahıga iki qatim örlep, iki qatim mertebe kazanalaydı. Bu bir qatim şükür kılış arkalık, yani bir qatim sabır kılış arkalık buldu. Mesela siz cinsi hevesinizni özünüzün halal cüptü bilen kandırırsanız, siz Allah Taala'ga şükür kılış arkalık mertebe kazanırsınız. Eğer siz halal bolmagan biri bilen alaka kuruştan vazgeçip iptingizni saqlasanız ve sabır qilsanız, siz sabır qilish orqali Allah Taala'nın dergahida mertebe kazanırsınız. Yani Allah'ın berginiga şükür qilish orqali ve Allah'ın bermeginiga sabır qilish orqali ikki qatim Allah Taala'ga yükseldi deydi. Yani şükür qilishmo bir ibadet, sabır qilishmo bir ibadet. Mümin şundaq yaxshi, yani müminin işi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ko'rsatgandek, yani müminning ishi haqiqatan yaxshi. Uning xo'shallik bo'lsa, shukr qildi, g'amkinlik bo'lsa yoki mahrum qilinsa, sabr qildi deydi. Her ikkilisida inson savob topadi. Yani mertebe qazanadi. Shunday siz haloldan pul tepib, uni halol yo'lga ishlatsangiz, yani ailenizdekilerge haylap verip, ulanı xoşal qilsangiz, siz Allah Taala'ga şükür qilish orqali mertebe qazanasiz. Agar siz pulga nihoyat muhtoj turuluq, haromdan, pul tepishdan ve shubhalik narsalardan saqlansangiz, siz albatta sabr qilish orqali Allah Taala'nın dergahida mertebe qazanasiz. Yani pulga shunda ehtiyojli turib, haromdan saqlansangiz, shubhalik narsalardan saqlansangiz, bu chaqda siz sabr qilgan bo'lasiz. Sabrning mertebesini görürsüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayallar, oğullar, altın gümüşten toplangan pul mallar, argımaklar, çarvılar ve ikillerden ibaret köngül tatılgan narsalarni yaxshi ko'rish insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dünya hayatının vaqtliq manfaatlaridir. Allah'ın dergahida yaxshilar qaytadigan güzel joy bor deydi. İnsan muşu şehvetlerini, muşu nefsini Allah Teala belgilep bergen çek çigara içide işletip Allah Taala'nın dergahıga yaxşı emeller bilen barsa, o bitmez, tügümez bəxt saadetki erişidir. Yuqorqi ayetning Allah'ın dergahida yaxshilar qaytadigan güzel joy bor degan qismi buni ifodalaydi. İnsandaki nefs sanoatdagi uran moddasiga o'xshash, uni ishlashga, ishni qatir qilishga ve arzu qilgan narsaga erishish uchun tirishchanlik ko'rsatishga ittirdi. Siz o'zingizdagi nafsni yaxshi ishlarga vosita qilsangiz, albatta o sizni manzilga salomat ilib bordi. Agar siz nafsning o'zini g'oya qilib olib, uni chek chegarasiga rioya qilmay ishlatsangiz, bu nafs sizni vayron qiladigan kuchga aylanadi. Oxiri sizni vayron qiladi. İnsan pul mol ve ayol ikkisida ko'proq siniladi. Tarixlarda sakchilikka qolganlar yoki iqtisodiy yo'lsizlik sababli yoki istildagi axloqsizlik sababli sakchilikka qolgan. Ba'zi ulamolarning aytishicha, birov o'ziga halol bo'lmagan bir ayol bilan yolg'iz qolsa,
yoki jinsiy havasni qo'zg'aydigan gap so'zlarni anglasan va yoki axloqsiz resim va filmlarni ko'rsan, uning mingisi bir xil moddani chiqarish orqali uning ish harakatini kontroldan chiqarishga tirishidi. Yomon ish ana shundoq vaqtda yuz beradi. Ya'ni inson o'zining kontrolini yo'qotadi shu chaqda. Buning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yot er bilan yot ayol ikkisi yolg'iz qolmasin. Bo'lmasa ularning uchinchisi shayton bo'lib qoldi degan so'zning naqadar hikmatlik, naqadar ilmiy haqiqat ekanligi o'ttirib chiqadi. Alloh taolo hammamizni nafsini jannatga kirishning vaqtisi qilib, murodiga yetadigan yaxshi mu'minlarni qilg'ay. Amin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.